Yuklamalar ortganida kuch va chidamlilik hamma narsaga yetmay qoladi. Mildranat mening energiyam, ish qobiliyatim va jismoniy tayyorgarligimning aktivatori. Yuklamalarni yengib o'tish va ko'proq kuch topish uchun. Mildranat, men buni qila olaman. LLF Podcast. Yuqori sifatli futbol haqida. Assalomu alaykum hurmatli futbol ixlosmandlari. Biz LLF Uzbekistan YouTube kanalida navbatdagi intervyuni boshlanmoqdamiz. Va bugungi ikkinchi sonimizda navbatdagi va ajoyib mehmon bor. Ushbu futbolchisi o'z vaqtida O'zbekiston terma jamoasida jahon chempionatida qatnashgan va shuningdek LLF miqyosidagi musobaqalarda ko'plab sovrinlarga ega bo'lib chiqdi. Va marhamat mehmonimiz Sherzod Mirzarahimov. Assalomu alaykum. Avvalambor Sherzod aka, assalomu alaykum. Kelganingiz uchun rahmat va umid qilamiz biz bugun ham LLF haqida, ham faoliyatingiz haqida batafsilroq gapirib berasiz bizga va ushbu intervyumiz juda ajoyib va qiziqarli chiqadi umiddaman. Va keling birinchi savoldan boshlaymiz. Siz O'zbekiston havaskor futboldagi eng ko'p uchrashuv o'tkazgan futbolchilardan biri hisoblanasiz. Sizda tajriba juda ham katta va o'zi ushbu havaskor futboldagi yo'lingiz qanday boshlandi? Havaskor futboldagi yo'lim 2017-yil boshlangan. Yo'q, uzr, 2007-yil. Institutda o'qib yurgan paytimda o'sha paytda Bingo degan komanda bo'lardi. Futzal bo'yicha shu musobaqalarda qatnashardi. O'sha komandaga Dilshod Rahmatov o'sha paytda murabbiy bo'lardi. Dilshod Rahmatov chaqirgan meni o'sha jamoaga. O'sha jamoada o'ynashni boshlaganman futzalda birinchi bo'lib. Shu tariqa faoliyat boshlangan Bingo jamoasida. Bu ya'ni 2007-yildan bu degani 19 yil. Unda institut paytimda Shunda katta tajriba bor ekan sizda. Hattoki ko'p professional futbolchilarda shunaqa tajriba yo'q ekan. Nima sababdan siz aynan darvozabon yo'lini tanladingiz? Chunki ayrimlar endi futbol haqida gapiradigan bo'lsak, yosh bolalar akademiyaga kirsalar, ko'plab gol urishni xohlaydi, hujumchi bo'lishni xohlaydi, lekin sizda aksincha. Endi bizda yoshlikda Paxtakor futbol maktabida shug'ullanishni boshlaganmiz. O'zi maktab paytdan o'sha darvozabonlikka qiziqardim. O'sha Paxtakor jamoasiga borganda ham darvozabon bo'lib borganman. Endi shu bitta ikkita sabablarga ko'ra katta futbolni tashlaganmiz. Keyin institutga kirganda, mana shu institutda o'qib yurgan paytimizda Dilshod Rahmatov futzalga chaqirgan. Shu. Bu aynan darvozabonni pozitsiyasi. Endi o'sha paytda katta futbolda ham darvozabon bo'lganimiz uchun bu yoqqa ham darvozabon bo'lib kelganmiz. Yoshligingizda agar sir bo'lmasa, qaysi darvozabonlar o'yini yoqardi sizga katta futbol? Menga darvozabonlardan eng yoqtirgan darvozabonim o'sha paytdan Francesco Toldo degan varatar bo'lardi. Italiyani o'sha sbornisida turar. 98-yil adashmasam o'sha jahon chempionatida anaqa qilingan, keyin 2000-yilda Yevropa chempionatida turgan u darvozabon o'sha anaqa o'yinlarini ko'rib, menga o'sha darvozabon o'yini juda yoqgan. Hozirgi darvozabonlardan qaysi o'yini yoqadi? Endi hozirgi darvozabonlarni aytsak, futbol juda rivojlanib ketdi. Hozir hamma top jamoalarda top darvozabonlar bor. Hozir imенно menga bitta yoqadiganini aniq qila olmayman, chunki darvozabonlar juda ko'p hozir. O'shaning uchun menda prinsip anaqa yo'q, bitta darvozabonga aniq qilish. Sherzod aka, agar top 5 hozir ro'yxatini tuzsak, tuza olamizmi? Albatta tuza olamiz. Fikringiz bo'yicha top 5 eng yaxshi darvozabon. 5-o'rinda menimcha Viktor Valdes tanlagan bo'lardim Barselona darvozabonini. Endi faoliyatini tugatgan bo'lsa ham. Keyin Iker Casillasni aytgan bo'lardim. Keyin Alisson Becker aytgan bo'lardim. Courtois menimcha birinchi o'rinda Oliver Kahnni tanlardim. Baribir u darvozabon juda mahoratli va juda nima deydi,
o'zini jamoadoshlariga ruhan ta'sir o'tkazib, bolalarni yaxshi o'ynashga anaqa qilgan darvozabon deb o'ylayman. Uni motivatsiyani yaxshi berardi, o'sha turib orqada yaxshi boshqarardi jamoani. Ya'ni haqiqiy sardor nafaqat maydonda, maydon tashqarisida ham lider bo'lgan. LLF podkast. Yuqori sifatli futbol haqida. Darvozabon kasb bo'yicha yana bitta qiziqarli savol bor. Asli darvozabonlar boshqalardan farqli o'laroq boshqacha yashaydi, boshqacha fikrlaydi, hamma bunday o'ylaydi. Bu stereotip haqiqatga qanchalik yaqin? Yo'q, endi darvozabon meni fikrimcha o'yinchilardan sal ajralib turish kerak. Bu o'zini xarakteridan ham sal o'zi aniq turish kerak. Endi misol uchun darvozabon ruhiy jihatdan ancha kuchli bo'lish kerak. Chunki gol o'tkazib yuborgandan keyin ham o'zini qo'liga olib, o'yinini aniq qilib bolalarni boshqarishni bilish kerak-da. O'shaning uchun menimcha eng mas'uliyatli futbolda, futzalda ham eng mas'uliyatli ish bu darvozabonniki deb bilaman. Shu endi darvozabon ozgina xarakterda kuchliroq bo'lish kerak. O'yinchilarga qaraganda. Endi bekorga deyilmaydi, vratar polkomanda deyiladi-ku. Yarim jamoa. Havaskor futbolga endi o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasida faoliyatingiz haqida. O'zi asli ko'p muxlislar hattoki bilishmaydi. Ya'ni havaskor futbolda ham, mini futbolda bizda yaxshi terma jamoamiz bor. Professional futboldan tashqari va O'zbekiston terma jamoasiga kirishingiz qanday paydo bo'ldi? Qanday birinchi chaqiruvni qabul qilib oldingiz? 6 Hayot Bank jamoasida to'p surardik. Jamoa murabbiyi Visol Magiramovdan taklif tushdi. Ko'rikka jahon chempionatiga borishdan oldin kamida adashmasam 3 oy biza ko'rik o'tkazdik. Va o'sha Visol Magiramov tanladi. Xursand bo'lib borib keldik. Va aytgancha ushbu jahon chempionatining adashmasam Ozarbayjonda bo'ldi, Boku shahrida. Va turnirning darajasi qanday bo'ldi? O'zi siz uchun o'ynash raqiblarga qarshi qiyin edimi yoki aksincha? Turnir tashkiliy jihatdan juda zo'r, oliy darajada tashkil qilindi. Tashkilotchilarga rahmat. Misol uchun biz borib o'sha yerda bunchalik tashkiliy ishlar bunchalik bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Zo'r bo'ldi. Kelgan jamoalar ham hammasi mana shu jahon chempionatiga kelayotganini bilib eng kuchli jamoani o'zidan futbolchilardan yig'ib kelganligi ko'rinib turardi. Visol Magiramov ham O'zbekistonda o'sha Havaskorlar ligasidan bolalarni yaxshilarini saralab olgan edi, o'yinchilarni. Bolalar qo'ldan kelgancha maksimum harakat qilib o'ynashdi. No ozgina bizada nima deydi? O'sha paytda biza chiqadigan joyimizda bizani raqiblar o'zi bilan durang o'ynab bizani qoldirib ketishdi. Endi futbolda ko'p uchraydigan narsa, u undan aniq qilish kerak emas, nasib qilmagan ekan. Shu. Hattoki hozir Shimoliy Amerikada bo'lib o'taydigan jahon chempionatida ham Jazoir va Avstriya o'ziga kerakli bo'lgan o'sha durangni ushlab qolib olishdi. Va yaqinda Visol Magiramov bilan suhbatlashganimda u ham aytdi, keyingi jahon chempionatida asosiy maqsadi minimum guruhdan chiqish kerak va adashmasam kuzda bo'lib o'tadigan Osiyo kubogida ham jamoangiz qatnashadi, O'zbekiston terma jamoasi va ushbu musobaqada birinchi podkastimiz ham bo'lib o'tdi yaqinda, bir hafta oldin YouTube kanalimizda chiqdi va o'shanda mehmonimiz Elyor Omonjonov edi va u aytdi, maqsad g'alaba qozonish. Va ushbu maqsadlar qanchalik amalga oshadigan maqsad? Ya'ni guruhdan chiqish jahon chempionatida Osiyo kubogini g'olibligi. Meni o'ylashim bo'yicha o'sha musobaqada har bitta qatnashayotgan jamoa oldiga faqat yutishni qo'yadi deb o'ylayman.
Bizada bolalarni potensiali ham bunga to'g'ri keladi. Jamoa juda kuchli, boladan iborat topgan. Endi baribir hammasi Allohdan nasib qilgan bo'lsa, Xudo xolasa chempion bo'lamiz. Bolalarga men ishonaman, bolalar o'zini ishini maydonda Magiramov ko'rsatmalarni hammasini bajara oladi deb o'ylayman. Men Xudo xolasa ko'ramiz. Nasib qilgan bo'lsa chempion bo'lib kelishadi. Ya'ni bosh murabbiy haqida endi gap. Vusal Magiramov, O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi. O'z vaqtida u ham professional futbolda harakat qilgan, faoliyati bo'lgan va Vusal Magiramov o'zi asli qanday murabbiy va uning falsafasi qaysi futbolga yaqinroq? Vusal Magiramovni men adashmasam shu 13 yoshidan beri taniyman. Paxtakorda birga o'ynaganmiz. O'sha yoshlar jamoasida. Vusal Magiramov juda yaxshi trener deb bilaman. Ancha hozir mana shu oxirgi 2 yilda unda juda katta o'sish yuz berdi. O'zini ustida ishlayotgani ko'rinyapti, chunki mashg'ulotlarda ham har safar yangi yangi mashg'ulotlarni qo'shib boryapti. Bu o'ylayman bolalarga yaxshi foyda bo'ladi. Shu Vusal o'syapti, endi hali yosh deb bilaman. Bu murabbiy uchun 36 yosh hali menimcha yosh. Bu hali yana o'zini ustida ishlab, yana kuchayadi. Bundan ham kuchliroq trener bo'ladi deb o'ylayman. Mini futbol terma jamoangizdagi jamoadoshlar haqida gapiradigan bo'lsak, qaysi birini siz haqiqiy professional deb ta'riflay olasiz? Men jamoada hamma bolalarga buni men ishlata olaman. Hamma bolaning o'zini xarakteri bor, sportivniy xarakteri bor. Hammasi nima deydi? O'yinga tushgandan keyin faqat fikri xayoli o'yinda bo'ladi. Bolalardan men misol uchun o'yinidan qoniqaman. Endi ozgina baribir bo'ladi o'yin paytida xatolar, bolalar xatolar ustida ishlaydi. Trenirovkalar ham misol Magiramov qildiryapti. Vro'ji yaxshi bo'lish kerak bu Osiyo chempionatiga. Misol yaxshi tayyorlaydi deb o'ylayman bolalarni. LLF podkast. Yuqori sifatli futbol haqida. Endi klub faoliyatingizga ham o'tamiz qisqacha. Hayotbank jamoasi safida siz Euro Business Cup musobaqasida ishtirok etdingiz. Xalqaro musobaqasi Turkiyada bo'lib o'tdi. Va ushbu musobaqasida siz kumush medallarga ega bo'lib chiqdingiz. O'zi umuman olganda turnir siz uchun qanday bo'lib o'tdi? Bu turnirda ikkinchi marta qatnashishimiz. O'zi birinchi yili boshqa jamoa bilan birga borganmiz. O'tgan yili Hayotbank bilan bordik Business Cupga. U yoqda ham tashkiliy ishlar juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Mehmonxona juda yaxshi. U yoqda va sun'iy qoplama emas, tabiiy o'tda o'yinlar bo'ladi. Tabiiy maydon. Organizatsiya tomonidan hamma sharoitlar yaxshi qo'yilgan. Endi o'yinga keladigan bo'lsa, finalda ozgina omadimiz kelmadi. Penaltilar seriyasidan yutqizib qo'ydik. Nasib qilgani shu ekanda. Keyin mana bu yil boradigan bo'lsa, Xudo xolasa chempion bo'lib qaytamiz nasib qilgan bo'lsa. Lekin Antaliyadagi turnir ham, Bakudagi turnir ham juda zo'r tashkil qilingan turnirlar deb hisoblayman men. Havaskorlar uchun bu darajada tashkil qilinayotgan turnirlar juda odamni xursand qiladi. U yerda borib atmosferani ko'rsangiz, uje boshqacha. Mazza qilib odam futbol o'ynagisi keladi. LLF podkast. Yuqori sifatli futbol haqida. Va Hayotbank haqida yana bir savol. O'zi katta faoliyatingizda davomida ko'plab jamoalarda harakat qildingiz, havaskor futbolida va Hayotbank jamoasi oxirgi yillarda o'zining natijalari bilan, chiroyli o'yini bilan ajralib turmoqda havaskorlar miqyosida va jamoangiz haqida ozgina gapirib bersangiz, nimani evaziga Hayotbank yaxshi natijalarga erishmoqda? Hayotbankda hozir hammasi
tajribali bolalar yig'ilgan. Ancha yildan beri shu futzalda, havaskorlar o'rtasida futzalda o'ynab yurgan bolalar. Hammasi havaskor futzalda, bundan oldingi boshqa jamoalarda ham chempion bo'lib yurgan bolalar. Hozir Hayot Bankda hammasi bir jamoada o'ynashyapti. Keyin baribir jamoaviy o'yin degan narsani men anaqa qilaman. Qanchalik tarkib yulduzlardan tashkil topmagan bo'lsa, bolalar bir-birini hurmat qilishni bilmasa, bir-biriga dalda berishni bilmasa, bu komanda bo'lmaydi. Birinchi navbatda u Hayot Bankda birdamlik bor deb o'ylayman. O'shaning evaziga hozir ko'p musobaqalarda chempion bo'lyapti. Va LLF Uzbekistan haqida gaplashamiz, musobaqalarimiz haqida. LLF Uzbekistan tomonidan tashkil qilinayotgan musobaqalar qaysi jihatlarni, qaysi o'ziga xos jihatlari bor? Hozir O'zbekistonda endi bilmadim, boshqa tashkilotchilar nima deydi, bunisini bilmadim. Menimcha hozirgi vaqtda shu Toshkent shahrida, O'zbekistonda desa ham bo'ladi, eng oldi tashkilotchilardan deb bilaman. LLF futzal musobaqasi ham juda qizg'in bo'ladi, 6 ga 6 musobaqasi ham juda qizg'in bo'ladi. Bolalar yaxshi tashkil qilyapti turnirni, o'zini ustida yaxshi ishlayapti. O'shaning uchun ham turnirlar yaxshi o'tyapti, musobaqalar yaxshi o'tyapti LLF. Va o'zi ligamiz haqida fikringiz bo'yicha qaysi yaxshi tomonlarini alohida ta'riflab berish mumkin va qanday kamchiliklar bor ligamizda? Kamchilik tomonga kelsak agar, shu ozgina shu hakamlarni ta'kidlab o'tardim. Endi hakamlar ham ko'radi bu intervyuni, может, qanaqa qabul qilishsa qilishar, lekin meni fikrim chiroyli o'yinlarni ko'pincha hakamlar buzib qo'yadi deb o'ylayman. Atak qolgan tashkiliy ishlar menimcha yaxshi. Shu hakamlik to'g'ri bo'lsa, agar chiroyli o'yin bo'ladi. Endi o'yinchilarning ham qizishib ketishiga bir xillarda hakamlar aybdor bo'lib qoladi deb tan olamiz. Beradigan joyda bermaydi, keyin ularga qarshi beradi. Shu bilan o'yinchilar ham bir-biriga jahl qilib, keyin o'yin ozgina izdan chiqib ketadi. LLF podkast yuqori sifatli futbol haqida. Va endi navbat blitz savollarga. Blitz savollar juda qisqacha bo'ladi. Ushbu savollardan bitta savolni beraman, siz qisqacha javob berasiz. Birinchi, shifokor Islom O'zini ishini yaxshi ko'radi. Media departamenti boshlig'i Xayrullo Xolikov. Xayrullo aka. Mr. Foto. Pro Liga kuratori Jamshid Isayev. Jamshidmi? Jamshid ukaga nima desa bo'ladi? Juda qiziqqon. Liganing finansiy direktori Vusal Magramov. Vusal Magramov. Prinsipialniy desa bo'ladi. Liganing prezidenti Doniyor Niyozov. Doniyormi? Yo'qchi. LLF tarixidagi eng yaxshi top 3 darvozabon. Top 3 darvozabon. Tak. Bekzod Amanullayev, hozir hakamlik qilayotgan Murod aka, Sirojiddin. Istiqlol darvozaboni. O'zingizni qo'shmaysizmi? Mayli. Ular yaxshi, men shunaqa deb bilaman. Liga tarixidagi eng kuchli top 3 futbolchi, ya'ni darvozabonlardan tashqari. Tak, boshladik. Aziz Mamatov. Azamat. Vostok jamoasi. Mayli, Vostok jamoasidan Akbarni tanlasak ham bo'ladi. Qaysi hujumchiga qarshi o'ynash siz uchun qiyin? Boymatov Azamat. Faoliyatingizdagi eng unutilmas voqea qaysi? Juda ko'p bo'lgan. Endi o'sha Antaliyani finalini men aytgan bo'lardim. Shu yutqizib qo'yganimiz baribir endi nasib qilganini odam baribir ham ozgina nima deydi, eslasa odam yuragi ozgina eziladi. Shu bizda chempion bo'lishimiz mumkin deb qo'yaman. Hayot Bank haqida, Hayot Bank haqida 3 ta so'z bilan ta'riflab bering ushbu jamoani. Bir-biriga juda
podдержка beradigan jamoa deb bilaman. O'yin paytida ham, o'yindan tashqari holatda bo'lganda, taqdirda, maydondan tashqarida ham. Agar futbolchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? O'zi shundoq ham futbolchi emasman. Bu futbol havaskor, o'zimizdan ishlaydigan joyimiz bor, kompaniya Realda. Men taqdir o'sha ishlayapmiz. Bo'lajak havaskor futboldagi maqsadlaringiz qanday? Maqsadlar har doim har bir qatnashadigan musobaqamizda birinchi o'rinni olish, chempionlik har doim va shu jarohatsiz o'yinlarni, turnirni tugatish. Sherzod aka, siz kelganingiz uchun intervyumizga rahmat va hurmatli obunachilar, bu siz uchun ikkinchi sonimizning intervyusi bo'ldi va mehmonimiz liganing eng yorqin darvozabonlaridan biri Sherzod Mirzarahimov edi va Sherzod aka, muxlislariga tilaklaringiz. Sizlarga ham rahmat avvalambor taklif qilganingizga, ko'rsatuvga. Muxlislarga har doim qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli o'yinlar shu ko'rsatish qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Futzalni LLF O'zbekistonni kuzatib boringlar. Hali yaxshi musobaqalar va yaxshi o'yinlar oldinda. Sog' bo'linglar. LLF podkast. Yuqori sifatli futbol haqida. Hayot xuddi kaleidoskop kabidir, yorqin voqealardan iborat. Birgina harakat va og'riq bizning rejalarimizni barbod qilishi mumkin. Capsicum Nanivamitning ekstra kuchi va isitish ta'siri orqali bel, mushaklar va bo'yin og'rig'iga qarshi kurashishga yordam beradi. Capsicum mening harakatdagi kuchim.